Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun navbatdagi darsimiz. Bugungi darsimizda o'tgan mavzuni davom ettiramiz va qisqagina grammatik mavzu bor. Evvel zaman ichida, o'tgan zamon ichida masallar va afsonalar, masal va afsonalar misolida mavzuni davom ettiramiz. Birinchi lug'atlarni ko'rib olamiz. Qip-qirmizi, qip-qirmizi, qip-qizil, ko'z ko'jaman, kap-katta, qizjaz. Qizjaz degani bu qip-qirmizi, ko'z ko'jamanga tegishli grammatikani pastda ko'ramiz. Tarjimasi aytib ketdim faqat. Qip-qizil, kap-katta. Qizjaz degani oxirida mana jaiz degan qo'shimcha bor. Jaiz. Bu jaiz bo'lib keladi yoki jaiz bo'lib keladi. Yozamiz. Jaiz yokida jaiz, jaiz bo'lib keladi. Bu nima degani? Jaiz, jaiz kuchaytirish ma'nosida, sevgi, marhamat ma'nolarini ifodalaydi. Ko'proq o'sha marhamat ma'nosini ham yaxshi ko'rib turib, unga achinish ma'nosini bildiradi. Ya'ni ko'pincha unga bo'lgan kimgadir misol uchun qizchalik aytgan bo'lsam, u qiz bola bo'lmasligi ham mumkin, o'g'il bola bo'lishi ham mumkin, qiz bola bo'lishi mumkin. Ifoda tarzida ishlatiladi. Ba'zan to'g'ridan to'g'ri ishlatiladi. Har qanday holatda ham o'sha qarshimdagi odamga tegan bo'lsam yoki boshqa bir uchinchi shaxsga tegan bo'lsam, unga ham mehrim ko'pligidan, marhamatim bo'lganidan va ozgina unga achinganimdan ham shu qo'shimchani qo'shib aytaman. Qiz jaiz, jaiz, jaiz harfga qarab ikki xil holatda keladi. Xo'p, kuchujuk, kichkinagina, uzunja, uzungina, uzun. Jadi, jadi degani yalang'och kampir. Bu jadi yoki oxiri jadi bo'lishi mumkin, oxiri i bilan bo'lishi mumkin yoki jadi kari bo'lishi mumkin. Uch xil varianti kelishi mumkin. Prensesi qip-qirmizi zehirli bir elma vermiş. Prenses Malika. Malikaga qip-qizil zaharli bitta olma bergan ekan. Keyingisi küçücük balığın karnında koskocaman bir tas bulmuş. Kichkinagina baliqning qornida kop-katta bir idishni topibdi. Tas degani ichadigan chuqur bo'lgan, suyuqlik hosil bo'lgan idish. Qizcağız babaannesini ziyarete gitmiş ama orada kurtla karşılaşmış. Qız bechora emas, bechora qiz degan bo'ladi bu tarjimada. Bechora qiz buvisini yoniga borgan ekan, ziyorat qilgani borgan ekan, lekin u yerda bo'ri bilan qarshilashgan ekan, ko'rishgan ekan. Bu yerda unga achinib gapiryapman. Mana jag'izda mana shu gapda unga marhamat ma'nosi bor, achinish ma'nosi bor. Shuni ifodalayapti. Ya'ni buvisini ko'rgani borgan ekan, lekin bechora bo'ri bilan ko'rishib qolibdi. Ya'ni qizil qalpoqcha haqida gap ketyapti bu yerda. Hop, keyingisi pastdagi so'zlarni ko'ramiz. Mavzuga doir qirmizi boshliqli qiz, qizil qalpoqcha, Alaeddin, Olovuddin, Ali Baba va 40 haromiylar, Ali Baba va 40 qaroqchilar, Keloğlan, kal o'g'lon, Pamuk prens, Opog'oy, denizchi Sinbad, dengizchi Sinbad. Tegi savol javobga qaramaymiz. Bizda matn bor, hikoya, o'quv matni. Bu o'quv matni nima haqida? Keloğlan va sehrli tas. Afsona, ertak, hikoya, masal. Kal o'g'lon va sehrli tosh. Kal o'g'lon nimaga? Chunki kal bo'lgani uchun mana boshiga do'ppi kiyib olgan. Boshiga do'ppi kiyib olgan, lekin o'zi kal. Kal o'g'lon. O'g'lon degani o'g'lon ma'nosida. O'g'lon o'zida ham bir xil. Sehrli tas idish, sehrli idish. Bir varmış, bir yokmuş. Kel oğlan adına yoksul bir çocuk varmış. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kel oğlan ismi nomidagi kambag'al bir bola bo'lgan ekan. Yoksul, kambag'al, faqir, bechora ma'nosida.
Kambag'al ma'nosida. Keloğlan'ın yaşlıca bir annesi varmış. Keloğlan'ın qarı anası var ekan. Bir gün Keloğlan annesine izin almış, balık tutmaya gitmiş. Bir günü Keloğlan ailesinden ruhsat alıptı ve balık tutmaya ketipti. Öğle vakti koskocaman bir balık tutmuş. Peşin vaxtida Kopkot'ta bitta balık tutuptu. Bu çok güzel bir balıkmış. Bu juda ham chiroyli balık ekan. Balıkmış. Keloğlan balığı temizlemiş. Keloğlan balıkni tozalaganmish. Tozalagan ekan. Tozalabdi. Tozalabdidan ko'ra tozalaganmish. Tozalagan ekan degan bo'ladi. Ve bu sırada balığın karnında bir tas görmüş ve bu arada haligi balıkni tozalayotgan paytida balığın karnında bir idish görmüş. Yani balıkning qornida bitta idish ko'ribdi. Keloğlan tasa suv doldurmuş ve balığı yıkamak istemiş. Keloğlan haligi idishga suv to'ldiribdi ve balıkni yuvishni xohlabdi. Suyu balığın üzerine dökmüş fakat tasdan su değil, sapsarı altından akmış. Suvni baliqni ustiga to'kibdi. Faqat idishdan suv emas, balki sapsariq oltinlar oqmish. Keloğlan bu işe çok şaşırmış. Keloğlan bu işe juda ham hayron qolibdi. Bu tas galiba sihirli. Hemen anneciğime haber vereyim demiş ve eve koşmuş. Bu idiş manimcha sehrli. Tezda onajonimni yoniga boray debdi va uyiga yuguribdi. Anneciğim, cığımını o'tgan safar mavzuda ko'rgandik. Tas annesini yo'q, cığımni ko'rmadi o'tgan safar manimcha. Anneciğimi ko'rdi o'tgan darsda aytdim. Ve bu suyu boşaltmış. Böylece tasla annesini göstermiş. İdişni anasını ko'rsatibdi. Sonra tasla defalarca su doldurmuş ve bu suyu boşaltmış. Keyin esa idishga bir necha marta suv to'ldiribdi va bu suvni bo'shatibdi. Böylece çok fazla altın olmuş ve shuningdek juda ham ko'p oltini bo'libdi. Ko'p oltinli bo'libdi. Idish sehrli ekan chunki. Keloğlan bir gün bu altınlar koskocaman bir saray yapmış ve o günden sonra padişah gibi yaşamış. Keloğlan bir günü oltinlar bilan qop-katta bir saroy quribdi va u kundan boshlab podshohlar kabi yashapti. Keloğlan zengin olduktan sonra çok değişmiş. Keloğlan boy bo'lgandan keyin juda ham o'zgaribdi. Keloğlan'ın bu durumu annesini çok üzmüş. Keloğlan'ın bu holati onasini juda ham xafa qilibdi. Annesi oğluna çok nasihat etmiş. Fakat Keloğlan annesinin sözünü dinlememiş. Onasi o'g'liga ko'p nasihat qilibdi, lekin Keloğlan onasining sözünü eshitmabdi. Keloğlan bir gün daha çok altın için sihirli tasıyla irmağın kenarına gelmiş. Keloğlan bir günü ko'p oltin olish uchun sehrli idishi bilan irmoqning boshiga kelibdi. Irmaktan defalarca su almış ve çok fazla altın olmuş. Irmaktan bir necha marta su olibdi ve bu bilan ko'p oltinga ega bo'libdi. Bu arada tas aniden suya düşmüş. Bu arada birden idish suvga tushibdi. Keloğlan tas yakalamak istemiş fakat o da suya düşmüş. Keloğlan idishni ushlashga harakat qilibdi, lekin u ham suvga tushibdi. Keloğlan zar zor yüzmüş ve kıyıya çıkmış. Keloğlan zo'rg'a suzib suvni qirg'og'iga chiqibdi. Fakat kıyıya gelmiş ama altınlar yokmuş. Qirg'oqqa kelibdi, lekin oltinlar yo'q ekan. Chunki hırsızlar Keloğlan'ın bütün altını çalmış. Çünkü o'g'rilar Keloğlan'ın bütün altını o'g'irlab ketishibdi. Keloğlan çok üzülmüş. Çünkü hem sihirli tas hem de altınlar gitmiş. Keloğlan juda ham xafa bo'libdi, chunki sehrli idish va oltinlar ham ketibdi, ya'ni o'g'irlab ketishibdi. Keloğlan annesinin yanına dönmüş, çok ağlamış. Keloğlan onasının yoniga qaytibdi va çok yig'labdi. Juda ko'p yig'labdi. Annesi Keloğlan'a üzülme, çünkü o tas aslında senin değildi. Sen o tası buldun. Zaten zenginlik de seni çok değiştirdi. Sen de o tası çok kolay elde ettin ve çok şımardın diye değerini bilmedim. Belki artık eski Keloğlan olursun demiş.
Onasi kal o'g'longa nima debdi? Xafa bo'lma, chunki u idish aslida seninki emas edi. Sen u idishni topding. Zotan boylik seni juda ham ko'p o'zgartirdi. Sen u toshni juda oson topding va o'zingdan ketib qolding, ya'ni haddingni bilmading. Shimardim. Kibrga berilib ketding ma'nosida ham bor. Uni qiymatini bilmading. Balki ortiq eski kaloqlam ga qaytarsan, eski holatingga qaytarsan demish, debdi. Keloğlan annesini hak vermiş. Keloğlan onasini e, haqqı beribdi. Ya'ni haq berish, haq vermek degani sen to'g'ri gapirding, sen haqsan degan ma'noda. Bir daha sihirle tahsil ilgili hiçbir şey söylemiş ve bundan keyin umuman sehrli ilişki alakalı hech narsa gapirmabdi. Hop, endi grammatik mavzuyimiz bor kichkinagina. Hmm, dil bilgisi. Matnga aloqali bo'lgan savol javob qilmaymiz, yozmaga qilmaymiz. Buni o'zinglar qilsalar bo'ladi. Masala haqida savol javob bor, o'shanga javob berishingiz kerak. Va o'zingiz qanday masala bilasiz yozibdi. Bilgan masalangizni turkchada sodda mana shunaqa bo'lgan emish, bunaqa emish, bunaqa emish, mish qilib yozsalar bo'ladi. Xo'p, keyingi grammatik mavzuyimiz oson, pekishtirma sifatlari. Mustahkamlovchi, quvvatlovchi sifatlar. Bu nima degani? Bitta sifatimiz bo'ladi. Misol uchun qirmizi degan sifatimiz bor. Qizil. Bu sifat. Ana shu sifatni e, ma'nosini quvvatlantirish maqsadida sifatlardan oldin m, p, r, s harflaridan biri olib kelinib, yangi sifat hosil qilinadi. Yangi sifat emas, quvvatlangan sifat hosil qilinadi. Bu m, p, r, s to'rtta harfni qayerga qo'yamiz? Qirmizi degan so'z bor. Shu qirmizini e, yoki inja degan mana sifatimiz bor. Ingichka degani. Shu sifatlarni boshida ikkita harfini yoki boshidagi birinchi harfini, qirmizidagi i harfini, injada i harfini olib turib boshiga qaytadan yozamiz. Va undan keyin m yoki p yoki r yoki s shu so'zga qaysi biri munosib bo'lsa, ana shuni keltiramiz. Misol uchun qirmizi degan so'zga i harfini boshiga qaytadan yozilgan va undan keyin nima qilingan? P harfi olib kelingan. P harfi qirmizi, qirmizi qilingan. Xuddi shunda ip injada inja so'zinidagi i harfini olgan va boshiga qo'yganmiz. Undan keyin p harfini qo'yganmiz, ip inja bo'lgan. Bu o'sha narsani yana ham shu holatda quvvatli ekanini bildiradi. Tarjimasi bilan birga ko'ramiz. Hop. Qip-qirmizi p harfi bilan kelganlari qip-qirmizi degani qip-qizil degani p harfiga moslab. Ya'ni boshida ikkita harfni olib turib boshiga qo'yamiz. Qirmizi sifatida i harfini oldim, qaytadan boshiga yozdim va uni oldiga ikkitasini oldiga p harfini qo'ydim. Qip-qirmizi bo'ldi. Taze yangi so'zni oldiga tani oldim va boshiga qaytadan yozdimda oraga pni olib qo'ydim. Qolganlarini xuddi shunaqa e'tibor berib qarasanglar. Hop, qip-qirmizi, qip-qizil, ip inja, ingichka, sapsariq, qop-qoranliq, qop-qorong'i, taptaze, yangi, yap-yangi, upuzun, uzun, juda ham uzun, qip-qisqa, juda ham qisqa. Bizda qip-qisqa degan so'z yo'q. Juda ham qisqa desak bo'ladi. Qup-quru, qup-quru, o'zbekda ham bor. Do'p-dolu, to'la, juda ham to'la, dabdar, yo'l tor bo'lishi mumkin. Uni dar deymiz, lekin o'ta tor bo'lgan bo'lsa, dabdar deymiz. Ma'no niboti dar degan ma'no yana ham quvvatli bo'lyapti. Dabdar, juda ham tor. Bo'm-bo'sh. Endi m harfiga. Bo'sh degan sifatimiz bor. Bo'sh. O'sha bo'sh boshida ikkita harfini qaytadan yozaman va ikkalasi orasiga m harfini qo'ydim. Ya'ni qo'yilgan, o'zi aslida biz qilmaganmiz, ya'ni tayyor qilingan, olib kelingan va nima hosil bo'lgan? Bo'm-bo'sh. Bem-beyaz ham xuddi shunaqa. Beyazdagi b harfi boshiga olinganda oraga m harfi olib qo'yilgan. Bem-beyaz. Bo'm-bo'sh degani. Bem-beyaz, oppoq. Yam-yashil, yam-yashil. Buradan shunaqa boshidagi ye qaytarilgan, faqat oraga m harfi kelgan. Simsijak, issiq, bamboshqa, umuman boshqa, simsiqa, qattiq,
qattiq. Siqi degani qattiq, simsiqi. Beni simsiqi tut, ellarimi simsiqi tut. Mani qo'llarim juda ham qattiq tut, ya'ni yaxshi chopishib ol degan ma'noda. Dumduz, tep-tekis, e, düz tekisdagi du olingan, boshiga qo'yilgan du va oraga m harfi olib qo'yilgan dumduz degan duzni e, quvvatlantirgan yangi pekishtirma sifati hosil bo'lgan. Simsiyah, qop-qora. Demak, pekishtirma sifati degani bor bo'lgan sifatimizni yangi sifat hosil qilib, ma'nosini quvvatlantirish. Masmaviy, ko'm-ko'k, do'st-doğru, to'ppa-to'g'ri, mosmor, kulrang ma'nosi, o'sha anaqa binafsha rangi. Ya'ni ham mo'r bo'lgan bo'lsa, mosmor deydi. Besbelli, aniq, tastamam. Xo'p, bo'ldi ma'nosi tamommi? Tastamam varianti. Pespembe, pushti, pun pushti, yuz yuvarlak, juda ham dumaloq, bus-butun, butungina, ko'z ko'jiman, kap-katta. Hammasi o'zbek tilida bir xil tarjima qilinmaydi yoki bir xil tushmaydi. Shuning uchun o'zbek tilidagi bor anaqalar bilan tarjima qilsak bo'ladi. Endi R harfi bilan. Chabukdagi chani olishgan boshiga, oraga R qo'yishgan. Char-chabuk. Tez, tezgina, ter-temiz, top-toza, per-perishan, xayolparast, ya'ni xayol shu darajada xayoli joyida emaski, nima qilayotgani bilib bo'lmaydi. Tashqaridan shundoq bilinadi. O'z bilan o'zi ovora, xafa, xayol surib yurgan odamga per-perishan deydi. Sersefil, kambag'al, nochor ma'nosi. Shu bilan bugungi grammatik mavzuyimiz tugadi. Inshaalloh keyingi safar mana shu mavzuga oid mashqlarni ko'rib chiqamiz va keyingi mavzuni davom ettiramiz. Undan qiyin emas. Demak, pekishtirma sifat degani bor bo'lgan sifatni MPRS boshiga o'sha sifatdagi bor bo'lgan, misol uchun maviydagi ma'ni, doğrudagi do'ni boshiga qo'yib turib, orasiga M, P, S, R harflaridan birini qo'ygan holatda o'sha fe'lni quvvatlantirish va shu orqali yangi bir sifat hosil qilish. Mavi, ko'k degani, masmaviy, ko'k degani. Mavzu tushunarli bo'ldi inshaalloh. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.